Har ishning o'rtacha. O'rtachasi yaxshidir. Do'stingga ishonsang, o'rtacha ishon. Chunki bir kun kelib, u seni dushmaningga aylanishi mumkin. Dushmaningdan ham haddan ortiq nafratlanma. Chunki bir kun kelib, u senga do'st bo'lib qolishi mumkin. Ko'pni ko'rgan keksa onaxondan so'rashibdi. Buvijon, siz juda og'ir hayot kechirdingiz, biroq ko'nglingiz hali ham yosh. Buning biror siri bormi? Bor albatta. Menga qilingan barcha yaxshilikni yuragimga, nima yomonlik qilsa suvga yozdim. Aks holda yuragim to'la chandiq bo'lardi. Hozir yuragim xushbo'y gullar bilan to'la bog'. Yaratganga beadad shukrlar bo'lsin. U zot bizga eslab qolish va unutish ne'matini bergan. Bizga qachon yaxshilik qilinsa, minnatdorchilik uni eslab qolishga, mehr esa yomonlikni unutishga majbur qiladi. Hayot juda qisqa. Uni adovat, nafrat, hasad, nifoq va qarindoshlikni uzish bilan o'tkazish yaramaydi. Ertaga xotira bo'lib qolamiz. Tabassum qiling, seving va yomonlik qilganga muruvvat ko'rsating. Chunki jannat qalbi salimlarga mushtoq. Alloh aytadi: u kunda mol ham, bolalar ham foyda bermas. Illo kim Allohga qalbi salim bilan kelgan bo'lsa, unga Alloh tomonidan unga qaralishiga sabab bo'ladi. Ertaga xotira bo'lib qolamiz. Yigit o'g'irlik bilan qamaldi. Buni eshitgan birinchi o'qituvchisi Mahmusni ko'rgani keldi. Nega unday qilding? Bilmadim, ko'zini yerga tikdi yigit. Maktab davri esingizdami, ustoz? Daftar hoshiyasidan yozuvim chetga chiqib ketsa bo'lib turadi derdingiz. O'shanda qo'limga bir urmagan ekansiz. Shunda qonun doirasidan chiqmas va bu yerda o'tirmagan bo'lardim. Bugungi mana shu shamollarda qolgan hislarim kanali tabiatdan olyapti. O'qilgan narsa shu har nimadan berilgan shu adovat, yaxshilik kabi
muammolarga yo'naltirilgan. Aziz tinglovchim, sizlar uchun